bolalar mana shunday muhitni biz yaratdik. Men sizga trekni timlash uchun qo'yishni xohlayman. Bizda ovoz manbai maxsus. Kater va yaxta uchun namlikdan himoyalangan dengiz va daryo suviga qarshi himoyaga ega. Achu Marine seriyasidagi kuchaytirgich Mirtort 1120 modeli. 4120 nom. U ham Bluetooth bilan, ya'ni signalni to'g'ridan to'g'ri u yerga uzatish mumkin. Mana shunday sozlamalar paneli yopiladi va vintlar bilan mahkamlanadi. Rig yoritgich ham subwooferda, ham akustikada mavjud. U himoyasi namlikdan himoya qilish va ovozdan himoya qilish. Men hozir sizga ko'rsataman. Klimatozok subtitrlari. Yaqinda Tailandda bo'lganimda, u yerda, ham xuddi shu yerda bo'lgani kabi kelayotganini tushunishadi. Rig yoritgich u o'z ranglarini o'zgartiradi. Istalgan rangni mutlaqo istalganini yoqish mumkin. Yigitlar, yana bir bor hammaga salom. Mana orqamda maxsus effektlar bor. Agar siz ham shunday ishqiboz bo'lsangiz. Nega? Bu unchalik oddiy emas. Ehtimol maxsus effektni o'chirib qo'yamiz. Shunda tomoshabinlarni bu sevgi yoritgichi bezovta qilmaydi. Aslida u tunda juda chiroyli ko'rinadi. Qandaydir yaxtada, kotelda yoki suvga tushiradigan qayiqda tinglash uchunmi? Kompozitsiyalarni yaxshi ko'radi va shuni ta'kidlaymanki, Shu kompaniyasining Marine seriyasidagi bu kuchaytirgichda o'rnatilgan Bluetooth mavjud. Boshqa so'zlar bilan aytganda, magnitofonni ishlatmaslik mumkin. Umuman olganda, hozir kalkulyatorni olaman va siz bilan birga audio tizim budjetini hisoblaymiz. Faqat bitta ushlash bor. Mana bu yerda bizda tipik avtomobil qutisi bor. Mana shu yerga bu subwoofer o'rnatiladi. Model diapazoni ham 12, ham 10lab, boshqacha qilib aytganda, 25 cm va 30 cm ni o'z ichiga oladi. U yon tomonga kesilishi mumkin. Og'riq odatda shishi tolali bo'lib, u jaranglaydi, baraban kabi ovoz chiqaradi. Shuning uchun uni qandaydir qutiga o'rnatish yaxshiroq. Qutini fazoinvertorli qilish maqsadga muvofiq. Shunda samaradorlik va ovoz bosimi 99190 dan yuqori bo'ladi. Bosh qurilma o'rnatilgan, u ham Bluetooth va sozlamalar bilan. Va aslida juda zamonaviy va juda ajoyib ko'rinishga ega. Jibl kompaniyasida bor edi, Hertzda bor edi, lekin ular juda qimmat edi. Umuman olganda, ularga qandaydir aqldan ozgan narxlar qo'yilgan. 4 kanalli kuchaytirgich suv va namlikdan juda yuqori darajada himoyalangan. Uni gidrotsikl, kvadrotsikl, yaxta, qayiq, snowmobilga o'rnatish mumkin. Narxi 16,858 rubl. Zamonaviy sxematexnikaga ega bo'lgan 4 kanalli kuchaytirgich bu. Namlikni o'tkazmaydi, quyoshdan qo'rqmaydi va purkashdan himoyalangan. 12 dyumli subwoofer. Toplamda grill rig yoritish oq dengiz uslubida. Mustahkamlangan osma mavjud. 2 ohmi 2 sarg. Ta'kidlashim kerakki, kuchaytirgich 2 ohmda faqat kanalda ishlaydi. Men uni ko'prikda yuklamas edim. Biz ham bu yerda uni yuklamadik. Boshqacha qilib aytganda, bizda oramlar ulangan. Bizda 4 ohmli kuchaytirgichning 2 kanali yuklangan. 10905 subwoofer qutisiz. Qutini joyida yasash kerak yoki umuman qattiqlikka qarab kerak bo'lmasligi mumkin. Tomonlar aytaylik. Bizning sharfimizda allaqachon bo'lgan akustika ultrabinafsha nurlardan qo'rqmaydi, namlikdan qo'rqmaydi, rig yoritishga ega, oz qutilarga ega. Oz oqi bo'ylab 360 daraja aylanish qobiliyatiga ega. 12 7 rubl. Kichik bir simlar to'plami, akustik simlar kerak. Xo'sh, u yerda qancha bo'ladi? To'ldiramizmi? Shartli ravishda aytaylik.
7500 togrimi. Saqlagich kerak, saqlagich ushlagichi. Quvvat kabeli. 57 260 bolalar. 57 260 va sizning qayiqingiz boshqa ohanglarda va boshqa ovoz darajasida yangraydi. Ko'rib chiqishga o'tamiz. Va har biriga sekinlik bilan nazar tashlaymiz. Pozitsiya har bir komponent bo'yicha va texnik xususiyatlarga e'tibor qaratamiz. ITV Namir 602 boshqaruv qurilmasi. Ikki rangda chiqariladi, qora va oq. Bizning holatda oq. Keng ekranli displey, chapda yoqish tugmasi. Bu yerda biz sozlash va boshqarishimiz mumkin. Ovoz balandligini, kriklarni almashtirish. Zavoddan o'rnatilgan sozlamalar mavjud. Rock pop, jaz, klassika. Alohida ekvalizer mavjud. Yuqori, past va o'rta chastotalar ham magnitofon orqali sozlanadi va alohida sabufer boshqaruvi bu suvda qulay. Bas qo'shdik, kamaytirdik. Sofiyo rotaruni tinglaymiz, basni ozgina qo'shdik, tinglaymiz. Ramstein kop, hamma narsa guvillaganda kamaytirdik. Togri bu hayot. 3 juft chiziqli chiqishlar, old, orqa sabufer. Asosiy qurilmani Bluetooth orqali yoki tashqi manba sifatida USB orqali boshqarish imkoniyati. Uchlik chiqishlar. O'rnatilgan kuchaytirgich maksimal 50 watt quvvatga ega. 4 kanalda yukni 2 dan 8 gacha ushlab turadi. U yoqilganda bizni bosh qurilma kutib oladi. Bizga USB ulanganligini ko'rsatadi. Encoder juda sezgir, rezinali va yetarlicha qulay. Pauza. Qo'yish imkoniyati mavjud. Ovozini pasaytirish. So'qchi tugmasini qisqa bosish orqali manbalarni tanlash. Ya'ni Bluetooth aloqasi yo'q. Keyin AUX keladi. Tuner va antenna unga ulangan. Ha, bu yerda tashqi antenna uchun razion mavjud. Sevimli radiostansiyalaringizni tinglash uchun. Mana radio boriz. Kim tinglayapti yoki radio? Maria. Radio Vanya yo'l radiosi. Va barcha qulayliklardan tashqari telefoningizni zaryad qilish uchun tashqi zaryadlovchi ulash uchun qo'shimcha slot ham mavjud. Razion bu yerda vintiklarda, u germetik, ya'ni hech qanday shtukerlar yo'q. Hammasi kattalardek, hammasi yaxshi. Va magnitola. Korpusining butun atrofida sovutish. Qovurgalari mavjud. Old qismi aytish mumkinki, tort burchaklar, pastki qismi yumaloq. Va orqadagilar haqida nima deyish mumkin? Gazikdagi tezlik, olchagich, bir marta qo'ydingiz va hammasi aniq. Bu magnitola maxsus ravishda kema kapitani hududiga integratsiya qilish uchun mo'ljallangan. Kema kapitani va yuqori. Namlik, qarshiligiga ega. Akustika 200 cho'qqi quvvatga va 100 VT nominal quvvatga ega. Nominal, tort, oqim. Sezuvchanlik 94 deb rik yoritgichi. Va yana bir bor eslatib o'taman. U o'rnatilgan oq atrofida 350 daraja aylanadi. Mening kanalimda video bor, uni ko'rishingiz va kuzatib borishingiz mumkin. Bizda aynan shu kompaniyasining bu dengiz akustikasi haqida batafsil sharh bor. 12 dyumli sabufer Mers 122. Zarbaga chidamli plastmassadan tayyorlangan. Men uni ko'tarishdan, silkitishdan, urishdan qo'rqmayman. Hamma narsa namlikdan himoyalangan. Diffuzor yoritiladi va musiqa ritmiga mos ravishda miltillaydi. Hozir siz bilan birga mana bu ulanishni uzaman. Rigbi yoritgichlari. Hozir siz bilan birga akustik simlarni uzaman. Men uni olaman. Bu qo'lida sabik. Bu yerda ichiga o'rnatilgan olib keluvchi prujinali turdagi terminallar haqida gapirib beraman. Zarbaga chidamli plastikdan yasalgan savat va shunday zamonaviy dizayn. Markazda mana bu yerda logotip ko'zga tashlanadi. ITV. Polipropilen diffuzor, yengil, harakatlanuvchi, tizim va yaxshi. Bas. Sizga 2,5 dyumli ovozli bobin va 400 watt nominal quvvat kafolatlanadi. Dengiz seriyali kuchaytirgichi. Butun dengiz Mirt 4120 juda ixcham, lekin juda og'ir.
Ogif tana. Bu yerda rezinkalar orqali himoya paneli o'rnatiladi. Uning ostida barcha kanallarni sozlash yashiringan. Bizning kanallarimiz juft bo'lib o'rnatiladi. Yana 1, 2, kanal 3, tort otish 2 dan 8 kHz filtri. Low otish yoki baland otish. Ularning o'zgaruvchisi. Past darajadagi kirish. 2 tort kanallar uchun ishlaydi. Sezgirlikni sozlash. Filtrni o'chirish yoki yoqish mumkin. Yuqori chastotali filtr shunga mos ravishda past chastotali ham. Va daraja sozlamas. 2 oqimda kuchaytirgich har bir kanalga 200 watt beradi. 4 oqimda esa quvvat. Har bir kanalga 120 watt. Ip 65 namlikdan himoyalangan. Yana bir bor takrorlayman. Uni hatto snowboardga, hatto katerga, hatto qayiqga, hatto kvadrosiklga yoki off-roadda harakatlanadigan va doimiy ravishda loy bilan yuklanadigan baykiga o'rnatish mumkin. O'rnatilgan Bluetooth mavjud. Bu juda qulay bosh qurilmani ulamasdan telefoningizdan ulanishni amalga oshirib, sevimli treklaringizni to'g'ridan-to'g'ri tinglashingiz mumkin. Ushbu kuchaytirgichdagi ichki modul orqali hech qanday razyomlar yo'q. Hammasi juda ishonchli va germetik tarzda, vintlar bilan mahkamlangan. Ya'ni kuchaytirgichdan faqatgina simlar chiqadi, qisqa tutashuvdan. Himoya qiluvchi sug'urta o'rnatilgan. Uning narxi 16,858 rubl. U orqa qismida qadoqlangan bunday qutida yetkazib beriladi. Ulanish imkoniyati mavjud va bu kuchaytirgich sizning suv va quruqlik transportingizdagi barcha ovozli istaklaringizni amalga oshirishga yordam beradi. Salom, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. O'z sharhlaringizni, istaklaringizni yozing. Siz uchun nimani suratga olishni xohlaysiz? Keyingi safar. Biz faqat avtomobil ovozi bilan shug'ullanmaymiz, balki bu yerda qandaydir ovoz chiqarilgan, lekin o'z avtomobil hisoblanadimi? Xo'sh, bu hazil. Kafe yaqinda qurilgan. Kafe va biz uy akustikasini yegyapmiz. Sizga eslatmoqchiman, bizda shunday akustik. Ustunlar. Subwoofer, quvvat bloki kuchaytirgich, magnitola va 2 monitor avtomobil uchun 49900 rublga tayyor. Uslub ishlab chiqilgan va patentlangan, hali patentlanmagan, umuman olganda bizda to'liq bajarilgan. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Musiqa harakatlanmoqda. Yana bir tinglashni boshlaymiz. Siz xush kelibsiz. Men mana chiroqni yoqaman, chunki o'ylaymanki bu yerda maxsus effektli shkaf. Biz hammasini nurdan qildik. Subtitrlari Dimas Urzok tomonidan tayyorlangan. Musiqa bilan harakatlaning. Yo'llar bo'ylab, uzumzorlar bo'ylab, yo'l-yo'lakay harakat qiling. Sizga sog'lik va yo'l-yo'lakay tilayman. Xayr.